Do'stlar, barchangizga assalomu alaykum. Sizlarni yana bir marotaba Samsung Uzbekistan sahifasida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Приветствуем всех наших зрителей на официальной странице Samsung Узбекистан на нашем прямом эфире, который в честь нашего конкурса, проходившего с 26 февраля по 5 марта, то есть во время лайвстрима Galaxy Unpacked. Xabaringiz bor, umuman olganda Samsung ishqibozlari, Samsung fanatlari bu taqdimotni o'tkazib yubormadi degan umiddamiz. S26 taqdimot marosimi bo'lib o'tdi, azizlar. 26-fevral kuni barchangizda esingizda bo'lsa kerak, bu taqdimotni ayniqsa o'sha Samsung fanatlari ko'rishdi va 5-martgacha bo'lgan muddatga qadar siz bizni jonli efirimizda o'sha qatnashib kod so'zini topishingiz kerak edi. To'g'rimi? Совершенно верно, Азиз. Получается, условием конкурса были оставить правильно комментарий под нашим роликом Samsung Galaxy Unpacked, который был 2026 года, 25 февраля. И они должны были оставить только до 5 марта комментарий. Kommentariyallaringizni to 5-martga qadar siz yozib qoldirishingiz kerak edi. Endi esa biz albatta shuni hisobga olgan holatda o'sha aktivlarni yuritib boramiz. Kimlar ro'yxatdan o'tdi, kimlar kommentariyalar yozdi va kimlar to'g'ri javoblarni bizga qoldirishdi. Aynan shu haqda hozir biz sizlar bilan bo'lishamiz va g'oliblarni aniqlaymiz. Barchangizga xayrli kech tilagan holatda, yoqimli ishtaha tilagan holatda jonli efirimizga, demak, jonli efirimizni davom ettiramiz. Совершенно верно, Азиз. Получается, те, кто правильно оставил комментарий, были внесены в нашу табличку, где было участников 944 человека. И среди них мы сегодня разыграем наших 3 секретных приза. Мы до последнего держали нашу интригу, чтобы сейчас наши зрители могли написать комментарий и угадать, какие же призы сейчас мы разыграем. Do'stlar, 944 nafar ishtirokchi bizda qatnashgan ekan. Demak, 944 nafar ishtirokchidan 3 tasi Galaxy qurilmasidan yutib olishi mumkin. Barchangizga qiziq bo'lsa kerak, kim o'sha qanday qurilmani yutib olishi, umuman olganda qanday qurilma biz sovg'a qilishimiz, intriga qilgan holatda biz albatta jonli efirimizni davom ettiramiz va agar qandaydir kimda taklif bo'lsa, umuman olganda kimdadir taxmin bo'lsa, yozib qoldirishligi mumkin va bemalol biz ularni o'qiymiz. Xo'sh, biz esa ko'p kutilmagan holatda, demak, 3-chi, 2-chi va 1-chi o'rinlarga qanday sovg'alar qo'yganimizni aytib o'tamiz. Demak, siz 3-chi o'rinni ayting, men 2-chi o'rinni aytaman. Хорошо. Давайте все-таки раскроем нашу тайну. На 3-е место мы будем разыгрывать наш Galaxy 8 Watch 444 mm. Ikkinchi o'rin uchun biz Watch 8 Classic 46 mmli soatimizni o'ynaymiz va birinchi o'rinni ham o'zim o'tib ketay. Tab A11 Galaxy Tab A11 planshetini 8256 versiyasini, demak, biz sovg'a sifatida sizlarga topshiramiz, g'olibga topshiramiz va shuning uchun sizlardan o'sha aktivlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Давайте не будем долго тянуть наш эфир, ведь наши зрители уже дождались. И начнем с розыгрыша нашего 3-го места. Для этого мы подготовили наш рандомайзер, куда мы внесем 944 человек. Randomizer tugmasi orqali albatta har doimgi o'sha qilgan ishimizni qilamiz, ya'ni 0 dan to 944 gacha bo'lgan raqamni kiritamiz va g'olibni aynan generatsiya orqali o'sha generate tugmasini bosganimizdan so'ng g'olibni raqami kelib chiqadi va shu raqamni ostida kim qaysi nik yashiringanligini ko'ramiz. Demak, hamma tayyor bo'lsa, biz ham tayyormiz. Demak, boshladik. 1, 2, 3. Biz generate tugmasini bosdik va bizda qanday son chiqar ekan? 751-raqam ostida yashiringan ishtirokchi kim ekan? Hozir buni ko'rib o'tamiz. 751-ishtirokchi kim ekan? Bizda qidirish davom etmoqda. 751-ishtirokchi. Maxfiy display deb qoldiribdilar. Bu esa to'g'ri javob. Maxfiy display Dafuq 135. Demak, nika ostida
inson, mana shu inson demak yutib olgan ekanlar. Bularni belgilab qo'yamiz. Agar siz bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta bizga jonli efirda hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirgina o'sha direktga o'tib yozishingiz mumkin va menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi va o'z sovg'angizni demak olib ketishingiz mumkin. Получается, участник под никнеймом Дафук 135 должен выйти на связь с нами после просмотра этого эфира, и мы обязательно вручим призы нашему зрителю. Demak, Dafuq 135 akkaunti sizni tabriklaymiz. 3-o'rin muborak bo'lsin, chunki 944 nafar ishtirokchini orasidan aynan sizning omadingiz kelgani bizni juda ham xursand qilmoqda va 44 mm Watch 8 Classic sun'iy intellektli soatlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Endi esa navbatdagi ikkinchi o'rin uchun xo'sh sovg'alarimizni o'ynaymiz. Ikkinchi o'rin uchun eslatib o'taman. Watch 8 Classic 46 mm demak soatimizni o'ynaymiz. Biz esa yana o'sha ekranga o'z e'tiborimizni qaratamiz va zgeneriruy tugmasini bosamiz. Hamma tayyor bo'lsa biz ham tayyormiz. 1, 2, 3 bosdik. 432 raqam ostida yashiringan ishtirokchi. Madina, siz ham mana shunaqa sovg'alarga yo'q demagan bo'lardingiz. Да, конечно. Galaxy soatlaridan maza qilib ishlatsangiz, menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Soatingiz bormi Galaxy? Albatta. Bormi? Unda yaxshi. Xo'sh. 432 raqam ostida yashiringan ishtirokchi Nodir Irgashev maxfiy display to'g'ri yozib qoldirganlar. Maxfiy display Nodir Irgashev. To'g'rimi? Rahmat Kotakon ishtirok uchun sizni tabriklab qolamiz va ikkinchi o'rin muborak bo'lsin deb qolamiz. Kichik qarsaklarimizni yo'llab qolamiz. Ular uchun Получается, мы просим Нодыра Эргашева выйти нам на связь как это, то есть через Instagram Direct, и наш менеджер по коммуникациям свяжется с вами. А также при получении приза просим прийти с достоверным YouTube аккаунтом, и нужно будет показать, что он принадлежит именно вам из ID. Agar bizni Instagramda ko'rayotgan bo'lsangiz, bizga hoziroq aloqaga chiqing va direkt orqali murojaat qiling. Biz esa sizga albatta o'z menejerlarimiz tomonidan javob yozib qoldiramiz va albatta o'zingizni o'sha tasdiqlovchi akkauntingiz bilan bizni oldimizga keling, sababi har xil holatlar bo'ladi. Biz esa albatta buni tekshirib ko'rib, keyin sizlarga demak sovg'alarni topshira olamiz. Xo'sh, Madina birinchi o'rin, juda ham qiziq. Aynan bu planshet umuman olganda juda ham ko'p sotiladigan planshetlarimizdan biri. Galaxy Tab A11 plansheti 8256 GB xotiraga ega bo'lgan, juda ham katta bo'lgan planshetlardan biri. 4 ta stereo dinamikali, ovozlari juda ham zo'r. Umuman olganda kino yoki qandaydir o'sha uy vazifalari uchun, umuman olganda qandaydir kerak bo'lgan ishlar uchun juda ham zo'r planshetlardan biri va albatta buni kim yutib olishi bizga qiziq. Hozir esa demak ko'rib o'tamiz. Kim ekan? Kim yutib oladi? Demak, biz esa yana o'sha generatsiya o'sha saytiga o'tamiz va zgeneriruy tugmasini bosish uchun harakat qilamiz. Xo'sh, demak bizda hamma narsa tayyor, biz ham tayyormiz. Demak, boshlaymiz. 1, 2, 3. Zgeneriruy tugmasini bosdik. Bizda esa 873-raqam ostida yashiringan ishtirokchi kim ekan? Xo'sh, 873. Juda ham qiziq. Kim g'olib bo'ladi? Rafet Ahtemov, uzr. Maxfiy display to'g'ri yozib qoldirganlar albatta. Rafet Ahtemov. Boshida uzr so'rayman, noto'g'ri aytganim uchun. Rafet Ahtemov, sizni tabriklab qolamiz. Ularga ham kichik qarsaklarimizni yo'llab, birinchi o'rin bilan muborakbod etamiz. Birinchi o'rinni ham mana aniqlab oldik. Oldin faqatgina qo'ng'iroq qilardik, hozir esa shunchaki direkt orqali bizga murojaat qiling va menejerlarimiz siz bilan hoziroq bog'lanishadi. Siz esa Galaxy Tab A11 planshetini, A11 Plus planshetini yutib oldingiz, 8256 versiyasini demak yutdingiz.
Biz esa sizni tabriklab, muborakbod etib qolamiz. Hayitga menimcha juda ham zo'r sovg'a bo'ldi. Да, еще раз поздравляем Рафета Ахтемова, который правильно оставил комментарий под нашим стримом, лайвстримом. И поздравляем также наших других участников на второе и третье место. И я думаю, наш эфир ближется к концу. Afsus. Biz esa jonli efirni borgan sari o'sha yakunlash arafasida turibmiz. Lekin kechqisi yo'q. Samsung O'zbekiston sahifasida albatta doimiy o'zingizni aktivingizni ko'rsating. Biz esa albatta shunday sovg'alarni berishda sizlarga charchamaymiz, chunki Samsung O'zbekiston har doim yangiliklarga intiladi va yangi sovg'alarni sizlarga hadya qiladi. Shuning uchun barcha bizni o'sha ko'rsatuvlarimizda, umuman olganda barcha efirlarimizda aktiv bo'lishga harakat qiling va barcha bizlarning aksiyalarimizni xarid qilib qoling va umuman olganda bizni ishtirokchimizga aylaning. Biz esa faqatgina bundan xursand bo'lamiz. И хочу от своего имени также поблагодарить всех наших участников, кто также держал весь актив и смотрел презентацию нашего нового флагмана S26 Ultra. И спасибо большое за участие и продолжайте участвовать в наших розыгрышах. Albatta bizni ko'rsatuvlarimizda doimiy ishtirokingizni saqlab qoling. S26 seriyalarida umuman olganda barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' va salomat bo'ling. Kattakon rahmat.